Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz san'at arbobi, kinorejissyor Zulfiqor Musoqov. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Hayot yo'llaridan hayot va xayol yo'llari ko'rsatuviga keldingiz. Yaxshi keldingizmi? Ha, sekin. Biroz tirbandligi? Biroz emas. Anchagina. Ha. Ko'chada svetoforlar ishlamay qolibdi. Voy, juda ko'p tirband. Mana shu hayotdagi tirbandlik. Mana issiqqina qahva keldi. Rahmat. O'zi hech narsa bu hayotda bejiz emas-da, bilasiz? Tirbandlik ham bejiz emas. Har bitta biz yomon deb o'ylayotgan narsani orqasida bir yaxshilik, bir hikmat bor-da. Tirbandlik bizga ko'pincha nimani eslatadi, nimani eslatmoqchi, nimani ko'rsatmoqchi bo'ladi? Yo'l harakatini yaxshi tartibga qo'yilmaganini eslatadi. Tartib yo'q. Tartib yo'q. Ha. Mashinalar ko'p. Agar avtotirbandlikka nazar tutgan bo'lsangiz. Yo'l qoidasini amalga oshirish madaniyati juda past. Buni ochiq-oydin. Ochiq gap, men bir 2-3-4 yil bo'ldi mashinada yurmayman. Asablar dosh bermaydi. Asabim kerak, nima kerak? O'zi umuman olganda har bir insonning istaylik, istamaylik, kim bo'lmaylik, nimagadir ehtiyojimiz bor. Bugun sizda nimaga ehtiyojingiz bor? Odamlarning nimaga ehtiyoji bor? Chunki kuzatuvchan odamsiz. Ko'p narsalarga ehtiyojim bor, lekin Xudoga shukr, ehtiyojlarim uncha baland parvoz emas. Bilmadim nima deb. Bu savolingizga nima javob berishni ham bilmay qoldim. Ehtiyojim hamma sog' salomat bo'lsin, oilam tinch bo'lsin, shu. Uyim tinch bo'lsin, ish bo'lsin, shu. Kim bo'lmaylik, qaysi sohada bo'lmaylik, necha yoshda bo'lmaylik, odamlar orasidagi odamimizda. O'zi bugun odamlar orasida odam ko'pmi, inson ko'pmi? Agar bolani tarbiyasi bilan shug'ullanmasa, mana necha marta haligi Mauglilar topildi-yu. Ular ona mehrini, ona tarbiyasini olmagan. Ular hech qachon odam bo'lmaydi. O'sha birinchi tug'ilishdan boshlab agar ota-onasini tarbiyasini olmasa, u inson bo'la olmaydi. Yo'q, bo'ladi. Hayot va xayol yo'llaringiz bugun sizga nima deyapti, nimani eslatyapti? Xayol qilishga vaqtingiz bo'lyaptimi? O'ylashga vaqtim, chunki o'ylash bu meni kasbim va tirikchiligim shundan iborat. Men nima deyishim? Xayol. Demak, birinchi asarlaringiz, kino ssenariylaringiz xayolingizda tug'iladi. Har doim xayolingizdagini yoza olasizmi? Xayolingizda qolib ketadiganlar ham bormi? Endi yozishni istamagan paytlaringiz ham bo'lganmi? Yo'q, yozishni istamagan paytlarim, charchagan paytlarimda bunday o'ylab qaraganda men hozir aytishim mumkin, men ancha baxtli odamman, chunki men faqat men istagan ssenariylarim bo'yicha o'zim film olganman. Bizni vatanimizda. O NTVda 10 seriyalik to'g'ri, birovni ssenariysi bo'yicha serial oldim, 1 yil o'sha yerda ishladingiz. Taklif qilishdi. Men uchun qandaydir tajriba bo'ldi, uncha ijodiy qoniqish bo'lmadi. Chunki o'sha Aleksey Slopovskiyning ssenariysi bitta prodyuserda haligi zulmkorlik katta ekanda. Ya'ni rejissyor sifatida o'zingizni topmadingiz, erkin ishla olmadingiz. Yo'q, erkin ishlardim, endi ularda haligi supervisor degan odamlari bor. Qo'lida sekundomerimni ushlab turadi. Keyin ish tartibi ham ertalab soat 8 dan kechqurun 8 gacha 12 soat qayerda ko'rgansiz? Men charchab qolardim. Bitta zavodga o'xshab tez pulli ketidan quvish. Tushundim. Lekin tajriba sifatida ishladingiz. Rejissyor sifatida to'g'ri ishlab keldim. Rejissyorga erkinlik kerak-a? Albatta. Lekin uni ham me'yori ham bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? Endi u narsa
odamni o'zini madaniyatiga, bilimiga, iqtidoriga bog'liq. Shu. Erkinlik o'zi baxtmi, Zulfiqor aka? Agar u erkinlik boshqalarga zarar yetkazmasa. Chunki har bitta odam xohlagan narsasini qilsa, lekin boshqaga zarari tegsa, unda u erkinlik emasdi. U jinoyat hisoblanadi. Jinoyat. Menimcha shu. Qanday jinoyatni kechirib bo'lmaydi? O'zi kechirimli bo'lishimiz kerak. Menga qolganda odam o'ldirganlarga, bolalarni o'ldirganlar, shu pedofillarga, vahshiylarga men umrbod qamoqda o'tirishda emas. Men uni shaxsiy meni fikrim. O'lim jazosini beraman. Chunki o'sha qurbonlarning yaqiniga qiyin. Ularni qaytarib bo'lmaydi. Lekin ular mana shu bizni bolamizni, yo otamizni, yo onamizni o'ldirgan odam o'sha yerda tirik yashayapti. Bizni soliqimizdan, bizni pulimizga ovqat yeyapti deydigan fikrni o'zi ularni badnom qilib, umrini oxirigacha o'ldiradi. Bu yerda o'sha ozgina bo'lsa ham ularga dardini yumshatish sifatida. Biz endi men siyosatdan ancha uzoq odam. Xo'p. 200lamachilik ketyapti-da. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarda 37 ta shtatida hali o'lim jazosi bekor qilinmagan. Yaponiyadan bekor qilinmagan. Bizda Nimaga? qilindi. Xitoyda Jinoiy kodeksining 51 ta punktida faqat o'lim jazosi bor. Tushundim. Bitta kinoyingizda aytib o'tilgan. Odam o'ldirganga 5 yil jazo, mashina o'g'irlanganga 15 yil jazo. Mana shu oxirgi filmda o'shani ochiq aytganman. Ha, Umida. Ha, u 5 yil agar nima deydi, o'sha sudga bog'liqda bu narsa shaxsan meni qandaydir og'riqli bir mavzuda meni filmlarimda suratga oshgan, hamma biladi, Fatima Rejamiyetovani qizi o'sha mashinani g'ildiraklari tagida nobud bo'ldi. Bizda o'sha jinoiy kodeksda bildimki, agar bitta odam shu avtohalokatda halok bo'lsa, haydovchini aybi bilan uzog'i bilan 7 yil beriladi. Ikkita odam bo'lgan bo'lsa 10 yil beriladi. Mashina o'g'irlaganga 15 yil. Unda temir nima? Odamning hayotidan qimmatroq ekan. Men shaxsan fuqaro sifatida, ota sifatida, buva sifatida bu narsaga umuman mutlaqo qarshiman. Afsuski, endi men qonunchi emasman. Shu qonunchilar oddiy odamlarni ko'proq dardlarini eshitsa menimcha yaxshi bo'lardi. To'g'ri. Men u hokimiyatdan ancha uzoq odam. Hech qachon shunaqa lavozimni egallamagan. Lekin Xudo ko'rsatmasin. Ularni bolalariga yo bir aligilarga shunaqa baxtsiz hodisa bo'lsa, balki o'shanda o'ylab ko'rishar. Afsuski, bu narsa nima deydi? Kechirim so'raydi. U udo degan narsasi bor. Nima deydi? Shartli vaqtdan oldin qo'yib yuborish. Yana bitta aktyorim Baxtiyor Rahimov, aktyorim Qazonrezgi filmida o'ynaganlar. Ularda Oyday qizi o'sha teatr Navoiyda ishlardi. Bahora edi ismi. U qiz ham shu yo'ldan o'tib ketayotganda mashina urib yuborgan. Ancha bo'lgan? 2-3 yil bo'lib qoldi. Tamom bo'ldi meni o'rtog'im, kursdoshim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktyor. Sindi deyildi. O'ziga kela olmaydi. Haligacha men uni bir ozgina yupatish sifatida har doim filmlarimga taklif qilaman. O'zi umuman olganda Zulfiqor aka, ko'p intervyularda aytib o'tgansiz, hayotingizdagi ko'p do'stlaringiz, odamlaringiz o'tib ketgandi. Afsuski shunaqa endi bu hayot. Men bilan ishlagan safdoshlarim, sardorlarim
ularda soni tiriklarnikidan ko'p. Ko'p. Har bittasi bir dunyo va men aniq aytishim mumkin, ularsiz mana shuncha film yaratishda ularning o'rni juda katta. Ularga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz qolib ketdi o'zingiz bilan. Ya, og'ir mavzuni ko'tardingizda men bo'g'ilib qolyapman. Og'ir. Mayli. Men uchun og'ir u narsalarni gapirish. Buni ular bilan birga yashab ishlaganingizda sizga ham og'ir bo'lardi. Men ularga aytardimki, agar mana ko'rishib turishibdi, hech nima deydi, ruhlaringiz shod bo'lsin. Mana shuncha yil o'tyapti, o'zbek xalqiga, o'zbek xalqini yuragidan, fikrlaridan joy oladigan rollarni o'ynagansizlar. Murat aka Rajabov. Juda ko'p. Nima qilamiz? Yana Umida filmiga qaytamizda Zulfiqor aka. Menga juda ham ko'p savollarni berdi bu film. Sizga rahmat deyman avvalo shunday yaxshi film uchun. Umida psixolog. Psixologning yoniga turli bemorlar o'zini muammolari bilan, turli muammolari bilan keladi. Lekin hammasining maqsadi bitta. Muammosiga yechim topish va to'g'ri yo'l topish. Maqsadi shu maqsadda kelyapti psixologning yoniga. O'zi umuman olganda aynan o'sha dardlarni psixologga aytish shartmi? Ularni eshitadigan, ularni muammolarini hal qiladigan aynan psixologmi demoqchiman. Bilasizmi, o'zim hayotimda 2004-yilda shu narsaga duch keluvdim-da. Moskvada o'sha 10 serialni olayotganda NTVda ishlagan paytingiz. NTVda ishlaganimda o'sha prodyuser bilan ancha o'zi nima deydi, unga eng muhimi pul ishlash edi. Maqsadi. Hamma narsadan tejab. Ular ijod qilmaydi. Ya, ijodda i harfini ham bilmaydigan. Keyin bir kuni jonimga teguvdi. Keyin ochiq gap bo'lgan gapni aytaman, men uni urib yubordim. So'kinuvdi-da, onamdan so'kinuvdi. Basharasiga bitta uruvdim, u yiqilib tushdi. Lekin men aytdimki, serialingga ham tupurdim, o'zingga ham tupurdim dedim-da. Otelga shunda borib, chamadonimni olib, o'zim pulimga taksi olib aeroportga bordim. Bilet ham oldim. O'sha Adlerdan biz Sochida syomka qilayotgandik-da. Keyin o'sha samolyotda zinapoyasdan chiqib ketayotgandim, o'zi yugurib kechirim so'radi. Lekin bir de palitlarcha o'zini tutdi-da, kechirim so'radi, chunki suratga olish kerak. 10 seriyali narsa turibdi. 8 seriyasini olib bo'lgan edim. Lekin keyin filmda suratga olib bo'ldimi? U ayollardan battar qasdini oldi-da, chunki meni montajdan chetladi. Men oilamni erta yashayotgandim, bolalarim maktabga kiruvdi. Hamma shart-sharoitlar yana bitta serialga taklif tushuvdi. Boray dedim-da, keyin shunaqa bo'ldi dedim-da, bola chaqamdan qaytib kelgan. Bundan tashqari endi sizni mahsulotingiz yarmini bermagan. Lekin tavba qildimi, bu uni ham aytish deb lozim topaman. Yarim yildan keyin o'sha odam Tailandga borib, uni timsoh yeb qo'ygan. Haqiqat qarang, baribir yuzaga chiqadi-da. Xatdan kelgan basseynda timsoh bo'lgan. Qayoqdandir ki, bu yoqda hamma yoqda timsoh 2-3 metrli timsohlar. Basseyn, dengiz emas. Yo'q, basseyn. Daryodan, chakalakzorlardan, haligi daryodan kelib, endi sezganda mana yaxshigina obed bo'lar ekan deb basseynga cho'milaman deb unday tushgan, qarasa timsoh, tayyor ovqat deganda timsoh 2 marta yeb qo'ygan. Ana bo'lmasa, haqiqatni qarang. Egiladi, Tavba lekin qildim. sinmaydi. Lekin men yo'q, yomonlik. seskanib ketdim. O'lim tilamayman hech kimga, lekin menga aytishganda men yoqamni tishlab qo'ygan, "Yo, tavba" dedim. Shunaqa ham bo'ladimi? Avval 40 yilda qaytsa, hozir 4 kunda qaytyapti. Qaytar dunyo. Vohida 1 soatda 1 zumda qaytadi. Qaytar dunyo, ha? Har bitta gapirayotgan gapimizni ham javobi bor, ha? Albatta.
olayotgan filmlaringizni, ko'rsatayotgan filmlaringizni javobi nima bo'lyapti? Uni qanday his qilyapsiz, qanday qabul qilyapsiz? Endi bilmadim, u narsani vaqt ko'rsatadi. 1 yil o'tsin, 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin agar odamlarda o'sha televizorda ko'rsatganda, anu kinomi deb o'sha haligi televizorda o'sini knopkasini bosmasdan ko'radi, oxirigacha ko'rsa, demak o'sha film sal bo'lsa ham munosib. Ularning e'tiborini qozondimi? Ikkinchi marta ko'rish istagi bo'lsa tomoshabinda. Demak, filmda nimadir bor, nimadir muvaffaqiyatli. Ana u narsa, anu kinomi o'chirya boshqa programmaga. Hozir nima ko'p? Mana meni uyimda 250 ta programma bor. Tomoshabin oldinlari kinoteatrda oyoqlar bilan ovoz bergan bo'lsa, hozir undan ham oson deb bosadi, bo'ldi. Bo'ldi. Qiyin emas. Lekin bilasizmi, Zulfiqor aka, men shu Umida filmingizni ko'rdim, yoxud Fudziyamadagi tush filmni ko'rdim. Hozir ayni paytdagi istagim, to'g'risi vaqtim bo'lmadi. Bugun syomkamiz tugasinda shu kinoni borib men yana bir marta ko'ray. Buni men sizga chin yurakdan aytyapman. Sizga rahmat demoqchiman qisqasi. O'sha o'zingizni hayotingizda yashab, o'zingizni dunyoyingizga xiyonat qilmasdan ijod qilayotganingiz uchun, yana bir yaxshi film uchun yoki ba'zida o'zingizni dunyoyingizga, ijodiy dunyoyingizga xiyonat qilishga majbur bo'lgan paytlaringiz ham bo'ladimi? Yo'q, ha? Yo'q. O'zingizdan chiqmaysiz, ha? Yo'q, nima deydi? Endi agar men aytyapman-ku, deyarli 90% filmlar, 99% filmlarimni davlat o'zbek kinoni topshirig'i bo'yicha olganman. Endi ular nima deydi? Meni hayotimda mana hozir menimcha 12-chi o'sha o'zbek kinoni raisi ishlayapti. Ba'zi bir odamlar bir yomon fikrga borishi mumkin, ayni tanish bilish qilganda. Mayli bittasi tanishi bo'lsin. 12tasi mani tanishim bo'lmaydi-yu. Demak, ishonishadi. Demak, ruslarda gap bor. Не за красивые же глаза. Ya'ni nomiga berishmaydi-yu. Ishonch kerak, a? Ikkinchidan boshqalar aytadi, bu hammasiga pora bergandir. Umrimda men pora olmaganman ham, bermaganman. Yo'q. Hamma biladi. Shu tufayli ssenariylaringiz ko'p tanqidga uchragan-a? To'g'ri. Haligi muhokamalarda badiiy kengash degan bizda organ bor. Hozir balkim siz kutilmagan javobni eshitarsiz. Badiiy kengash kerakmi, senzura kerakmi? Sayoz o'ylagan odam kerak emas, bizga erkinlik bering deydi. Men aslida 30 ga yaqin film olgan rejissyordan balkim siz kutilmagan so'zlarni eshitarsiz. Badiiy kengash kerak. Senzura kerak. Avvalambor senzura o'zini ushlab turish, o'sha odob, mentalitet nuqtai nazaridan, did nazaridan o'sha narsani avvalambor o'sha ssenariy yozgan odam, men professionallarni nazorat tutyapman. Xo'p. O'shalarni madaniyati, kinoni bilimi, o'zini kasbiga bo'lgan mahoratiga bog'lab va agar badiiy kengashda shu film yanada yaxshiroq chiqsin, badiiyligini oshiradigan maslahatlar bo'lsa, men har doim shunaqa deyman. Badiiyligiga xizmat qiladigan fikrlar bo'lsa, men jon deb olaman. O'sha joyda olaman. Lekin qandaydir g'alamus fikrlar bilan yo bir yuzaki fikrlarni aytadigan bo'lsa, men aytaman, kechirasiz, isbotlang. Endi har bitta odamda o'zini subyektiv fikri bor. O'zini dididan kelib chiqadi. Lekin inobatga olasiz, hurmat qilasiz, ha? Men hech qachon o'sha badiiy kengashchilarni birontasiga shaxsiyatiga tegmaganman shu. Lekin ko'p joylarini aytishingiz bo'yicha mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi deb olib tashlashgan ekan. Endi bilasizmi, yuzaki mentalitet. Chunki u narsani nima deydi? Bizni urf-odatlarimizni, to'g'ri,
bitta misol qilib beramanda sizga. Xo'p. Mana men Yaponiyada bir necha bor ishlaganman, bo'lganman. O'ta rivojlangan davlat. Davlat. Madaniyati juda yuksak. Butun dunyoni tajribasini o'ziga qamrab olgan. Lekin ular shu bilan birga o'zini mentalitetini, ya'ni yaponligini yo'qotmagan u. O'zligini yo'qotmagan. O'zligini yo'qotmagan. Nima sabab? Chunki ularda o'sha ichki juda katta madaniyat bor. Intizom. Bu demak to'rttaligi devorda ichida bunday yopilib qolish emas. Bizda ko'pincha mana shu milliy mentalitetimizni yo'q bu narsa kerak emas, bu narsa kerak emas degan sayoz fikrlovchi odamlar bor. Bu boshqa gap. Men har doim aytaman, milliy o'ziga xoslik bilan milliy bir to'rtta devor ichida berkinib qolishdi orasida juda haligi chegara sezilar emasda. Biz hozir katta loyihaga qo'l uryapmiz. Urdik ham. Ataylar bizga tarixchi Turkiyadan keldi, o'zbek o'zi. Turkiyadan kelib bizga ssenariy bo'yicha bir nechta maslahatlarni berdi. Biz unday faktlarni tekshirib, chunki tarixiy filmda hammasini inobatga olib, o'sha ba'zi bir aniqlashtirishlarni ssenariyga kiritdik. Demak, tarixiy film boshlayapsiz. Xudo xolasa. Tarixiy publitsistik film ko'ramiz. Faqat faktlarga asoslangan. Endi Xudo nasib agar amalga oshirsa. O'zlikni o'g'risi nima? Bu narsaga meni o'sha Moskvada oliy kurslarida boshqacha ismi aspirantura. Xo'p. Nikita Mixalkovni hamma taniydi. O'shalar aytganki, milliy ildizlardan daraxtga o'xshaydi-da. Xo'p. Ijod. Ildizlar hammasi yerda, o'zingizlarning yeringlarda bo'lsin, vataningizda bo'lsin. Lekin shoxlaringlar bilan, barglaringlar bilan butun yer sharini unda qamrab olinglar. Shunaqa deyapti. Ya'ni o'zliginglarni yo'qotmanglar va meni shu rejissuraga, kino rejissuraga o'rgatgan meni bevosita domlam Vladimir Valentinich Menshov joylari jannatda bo'lsin. Shunaqa takliflar bo'ldi Mosfilmda qolishga. Keyin ular aytdiki, millating kim dedi? Men o'zbekman. O'zbek. Men o'zbekman. Bitta dedi, birinchidan sen ko'kartirishmaydi. Bu bo'lgan gap. Ko'kartirishmaydi, bu bir dedi. Bittagina rejissyor bor, u ham Moskvada katta bo'lgan Georgiy Daneli. Georgiy Nikolayevich Daneli men juda yaxshi ustozlarimdan biri. Ular bilan bir necha bor muloqotda bo'ldim. Qolganlar hammasi afsuski Moskvaning shart-sharoitiga o'rganmadi, botmadi u yer. Va sekin-sekin ular chiqarib tashlashdi dedi. Sen g'irt o'zbek bo'lsang, o'zing xalqing uchun qilgin. Keyin bir ikkita, uchta filmlar bilan muvaffaqiyat qozonsang, seni o'zlari chaqirishadi. Xuddi shunaqa bo'ldi. 2004-yilda NTVdan men ularni bilmasdim. O'zlari chaqirib qolishdi, telefon qilishdi. Iltimos kelib keting. Aytdim, nima haqda desam, ssenariyni yuborishdi. Keyin o'qidim. Ishlasa bo'ladi dedim. Har bir ijodkor, har bir rejissyor, har bir yozuvchi o'zi nima yozayotganini, nima qilayotganini biladi. Yo, bilmaydimi? Siz aytdingiz, mening kinolarimni baholovchisi vaqt bilan tomoshabin dedingiz. Lekin har bir ijodkor biladi-yu o'zi nima qilayotganini. Ochig'ini ayting. Ochig'ini ayting. Keyingi filmim qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi bilmayman. Ba'zida menda so'rashadi-da, o'zbek kinosini qanaqa bo'lishi kerak. Men aytdim, "Yo'q, men senlarga boshliqmanmi? Men o'zimni kinom ertaga qanaqa bo'lishini bilmayman." Tavakkal, ha? Tavakkal Yo'q, qilasiz. tavakkal emas, intuitiv. Ah. Intuitiv, his tuyg'u.
mana shu yerda yo'q. Bu his tuyg'u. loyihada Ha. ya'ni o'sha filmni suratga olishayotganda, biz olayotganimizda albatta rejissyorlarni kasbi ancha ayyor kasb. Ya'ni biz loyihalashtiramiz, mana bu yerda kuladi, mana bu yerda yig'latadi, mana bu yerda o'ylaydi, mana bu yerda qo'rqadi. Bu bizning kasbimizga xos narsa. Ya'ni biz aniq bir loyihani rejalashtiradigan kasb shu. Zulfiqor aka, ssenariylaringizni, kinoni ssenariylarini o'zingiz yozasiz-da? Yo'q, oldinlari rahmatli Rasul aka Muhammadjonov Birgalikda. Birgalikda 5 ta filmda ssenariysini yozganmiz. Men so'ramoqchi bo'lganim, hayotingizni, ssenariysini qaysi qismlarini o'zingiz yozyapsiz? Qo'ying meni hayotimni tinch qo'ying. Nimaga? Yo'q, Bizga qiziq. Bizni sevimli rejissyorimizning fikrlari. Yo'q, men u shaxsiy Nimaga? hayotimga Aha. shaxsiy hayotim haqida gapirishni yomon ko'raman, chunki birinchidan ko'z tegadi. Ko'z bor narsa. Chunki mani buvimlar, mani ota-onam Oqqo'rg'onlikda. Ha, bilaman. Ikkita ismim bor. Jamol va Zulfiqor. Rasmiy ravishda Zulfiqor, hamma biladi. Sizga qaysi biri yoqadi? Menga barib. Farqi yo'q. Uydagilar kichkinaligimdan meni oyimlar, ukam, singlim, uydagi nevaralarim hammasi Jamol, ayolim ham Jamol. Jamol. Rasmiy ravishda endi mayli. Chunki metrikamda Zulfiqor edi. Enamlar Oqqo'rg'onda bu demaydi, ena deydi. O'zi mana shu insonning ismi qanchalik ahamiyatli umri uchun, hayoti uchun? Yo'q, men u narsalarga ochiq gap yo'q. Ahamiyat bermaysizmi? Chunki balkim bordir. Bordir. Balkim bordir. Ha. O'lgida yarimchibanda. Boya yuqorida aytib o'tdingiz, ba'zi bir maslahatlarga amal qilaman dedingiz, agar u asosli bo'lsa. Lekin siz maslahat berishni ham, maslahat eshitishni ham yomon ko'rasiz. Yo'q, maslahat eshitishda masalan o'rinli bo'lsa. Sayoz, undan tashqari sizdan yoshi ancha past bo'lsa. Odam o'zicha sizga maslahat bersa, meni g'azabim keladi, sen kimsan? O'zim menga maslahat beraman. Men o'g'lim tengli bolasan deyman. Ikkinchidan, birovga maslahat berishda men o'ylayman, shaxsan meni fikrim, endi nima haqqim bor? Men faqat bolalarimga maslahat berishim mumkin, nevaralarimga. Faqatgina ular maslahat so'rashsa. O'zi Zulfiqor aka, bu hayot yo'llarida mana shu bugungi kuningizga qadar sizga eng to'g'ri maslahatni kim bergan? Avvalambor rahmatli ota-onalar. Buvim juda ko'p. Lekin bolaligingizda shifokor bo'lishni orzu qilgansiz. Shifokor bo'lishni orzu qilgansiz. Lekin qondan qo'rqaman. Qondan o'sha Oqqo'rg'onda 3 oy mobaynida men yozda o'sha yerda bo'lardim. Keyin qishloq hayotini yaxshi bilaman. Ertalab enam turg'azardi. Eshak aravada biz o't o'rishga borardik. Keyin juda ko'p narsalar, ayniqsa men yoqtirgan narsa shu enam tandirda g'o'zapiyani yoqib ertalab non yopardi. Keyin sutga bunday botirib qaymoqlari bor edi. Qishloqni yaxshi va yomon tomonlarini ko'p ko'rganman. Mana shu bo'lajak filmda o'sha narsalar haqida hikoya qilaman. Enam bechora kolxozda butun umr ishlab, hamma mana shu boyliklarni urush paytida samolyot qurishga berib yuborgan ayol meni 60-yillarda, 70-yillarda atigi 13 rubl pensiya olardi. Keyin oshirildi u, 20 rublga chiqdi. U davrda hozir ham endi ochiq gap shu, qiyin qishloqda hayot qiyin. Sizni shifokor bo'laman deyishingizga nima sabab bo'lgan? Nima uchun bunday orzu qilgansiz? Shifokor bo'lishni istagansiz? Rejissyor bo'lishni o'ylamagansiz? Yo'q, umuman. Demak, o'tgan kundagi bolalikdagi qaysidir ma'nodagi o'sha qishloq hayoti, o'tmishingiz kinoga ko'chdida sizni? Yo'q, u tasodifan bo'lgan gap shundaki. Tasodiflar bormi? Bor, mana bir kuni men darsda o'tiruvdim. Bizni maktabimiz 159-rus maktabi
Qumloqda sal nariroqda joylashgan edi. Xo'p. O'rtog'im, kursdoshim yugurib keldi, "Anita Nikulin kinoga tushyapti" dedi. O'sha Chuvalachi ko'chasida, oldinlari Chuvalachi Qorasaroy eski ko'chasi, o'sha yerda 43-avtobus yurardi, 42-avtobus yurardi-da, ekspress yurardi. Qarasak, borsak, butun ko'chani yopishganda, militsiyalar yopishganda, Kino 100 metr yo'lni ular asfalt ustiga loy tashlashgan. Urishdi, atmosferani qilish, Ko'rsatish uchun. ko'rsatish uchun. Qarasak biz bilganimiz Nikulin-ku. Borib operatsiyadan keyin borib ko'rmoqchi bo'ldik. Qarasak Nikulin turibdi, lekin nimagadir harbiy formada. Men shunaqa haligi bilan qiziqib qoldim. Keyin orqamdan bitta kampir keldida, "Malchik, хочешь сниматься в кино?" dedi. "Da" debman. Keyin bir pufayka kizdishdi, uzoqda bir 200 metr nariyoqda o'tib ketdim. Keyin yugurib keldim. Menga qiziq. 6 rubl qo'limga pul berishdi. Men uchun u juda katta pul edi. 20 tiyin berishardi oyimda. 20 tiyin berardi. Shunga o'sha kinoga qiziqib qoldimda, bir hafta o'sha yerda darsga bormay qarab turardim. Keyin oylar o'tib, bir 2 yildan keyin men ko'ngilli ravishda astoydil dramatik to'garakka boshladim. Borishdi va u davrda kino havaskorlar klubiga bordim. O'sha sabab bo'lgan. Tasmalarni 16 metrli tasmalarni yig'ib, plyonkalarni kesib, ximikatlarga qo'llarimiz qavarib ketib, u davrda bunaqa hozir sharoit. Telefonga olsa bo'ladi-yu kinoni. Bunda o'ylab qaragan. U davrda bu narsa yo'q edi. Hattoki video kamera ham yo'q edi. Lekin shu kinoni dunyosiga orzu paydo bo'ldi va Ugikka odamlar olib bordi. Olib bordi, Gerasimov Sergey Apollinarovich aytdi, "Sen juda yoshsan rejissyorlik. 17 yoshli bola nimani biladi? Toshkentga borganda o'sha yerda o'qishga kirgin" dedi. Bu yerga kelsam rejissyorlik kursiga konkurs tugagan ekan va men aktyorlik o'zbek kursiga kirdim. O'qishga. Men bilan Farhod Abdullayev o'qigan, Baxtiyor Rashidov. Kursdoshsiz. Saida Rametova, Jumash, keyin juda ko'p aktyorlar. 1 yil o'qidim. Lekin keyin birinchi domlam Nina Ivanovna Timofeyeva aytdiki, "Из тебя плохой актер получится. Yomon aktyorman. Давай иди в режиссуру" dedi. Yana birinchi kursga qaytib kelganman. Boshqatdan. Boshqattalab yana 5 yil o'qigan. Lekin balkim o'sha yerda yaxshigina o'zbeklar o'zaro gaplashish uslubini o'rgandim. Lekin o'sha aktyorlikda o'qiganingiz ham qo'l kelganda, sizni aktyorlaringizni aytishi bo'yicha, mana Nigora Karimboyeva, Ra'no Shodiyevalarning aytishlari bo'yicha, ular ijro etmoqchi bo'lgan har qanday rolni siz ijro etib berar ekansizda. O'xshatib. Endi ular shunaqa deyishgan. Gap shundaki, u texnologiya. Texnologiya. Chunki Nikita Mixalkov, Menshov, ular aktyoru avvalambor. Keyin rejissurani bitirishgan. Ular aytishgan, aktyorda miyasini achitib, Stanislavskiyning nazariyasini gapirib o'tirmaylar, chunki smena ketyapti. Qaytaga bir marta ko'rsatinglarda sizni qaytarsin dedi. U shu keyin Mixalkovning gapi bor. Aktyor agar badiiy kinoda aktyor bilan ishlashni bilmasang, bor hujjatli kino olgin dedi. Shuning uchun badiiy kinoda aktyor bilan ishlash u rejissyor eng oliy vazifasi, eng muhim vazifa. Tushundim. O'zi umuman olganda bugun nafaqat aktyorlikda, nafaqat san'atda, nafaqat ijodda ishini biladiganlar ko'pmi yoki biladiganday qilib ko'rsatadiganlar ko'pmi? Endi siz buni bilasiz, kuzatuvchi insonsiz. Diletantlar ko'payib ketdi. Biladiganday qilib, Biladiganday emas, umuman bilmasdan turib, minbardan sayrovchilar ko'payib ketdi. Prezentatsiya qiladiganlar ko'payib ketdi, xo'ja ko'rsinga. Ko'p gapiradiganlar ko'payib ketdi. Juda ko'p gapiradiganlar. Keyin boshqa sohalarni bilmadim, kino atrofida girdi kapalak bo'lgan juda ko'pda. Ko'plarni tanimayman. Kinoni ikki harfini bilmagan. Keyin mana gohida menga bizni suratga olish guruhida yoshlar ko'pda, iPhone'da ko'rsatishadi.
men umuman tanimagan o'zini man mashhur aktrisaman deb chiqadigan bir madaniyati to'g'ri keladi. Nomunosib ayollar ko'payib ketdi. O'shada. Men rejissyorman degan haligi R harfini bilmaydigan yuzaki chalamulla rejissyorlar ko'payib ketdi. Nima sabab? Nazorat yo'qmi? Birinchidan nazorat yo'q. Ikkinchidan hammasi ikkita. Men bu narsani ko'p marta aytardim, bilmadim bu qaytarishdi. Gohida bu juda katta fojialarga olib borib beradi. Masalan, Mashhurlikka intilish. o'sha. Ikkinchisi tekin o'ylashadi. Tez pul topish. Ular o'ylashadi, bizda O'zbekiston sharoitida kino biznes qilib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Chunki atigi 50 ga yaqin kinoteatrimiz bor. Agar bizda minglab kinoteatr bo'lganda o'zini oqlamaydi. Men bilaman, 2-3 ta yoshlarni bilaman, uylarni sotib, bu yerda 4 xonali uylarni sotib bir kino olaman deb butun oilaviy hayoti ham barbod bo'lib, nima keragi bor? Shu fojialarga bor. Demak, boshqalar ha, mana shu blogerlar, shmogerlar, selfie, yana qanday TikToklar aytaman-ku, shu xohlagan yo'l bilan ular haqida gapirsin. Nima haqida gapiryapti? Bu noma'lum. Bir-birini so'kyapti-yu mana blogerlar. demak nafs boshqaryapti ularni. Nafs boshqaryapti. Nafs emas, o'sha mashhurlik, lekin mashhurlik qanaqa mashhurlik? Yomon ma'noda mashhurlikmi? Bu sharmandalik u. Sharmandalik. To'g'ri. Bular sharmanda bo'lsa ham mayli, lekin men haqimda xalq gapirsin, meni ismimni esda qolsin. Men hattoki mana festivallarda qizil haligi ularda uyalaman. Yurishda. Yurishdan. Chunki top-toza uzun anaqa yo'laychada men iz qoldirib nima yurishim kerak, nariyoqdan o'tib ketaman. Bilishadi uni. Juda kamtarinsiz. Yo'q, meni to'g'ri kelmaydi men anavimga. Ochiq gap. Bu maqtanish emas, yoki bir soxta kamtarinlik emas. Men hayron qolaman. Bu nima, ilmsizlikdanmi? Ilmsizlikdan, madaniyati pastligidan, kam o'qishidan va endi bilmadim. Aytyapman-ku, ularni hayotdan juda ko'p narsani talab qiladi. Mashina, boylik, mashhurlik, lekin u narsaga intilishga na qobiliyati bor, na kuchi bor, na aqli bor. Aqli bor. Ko'plar o'ylaydiki, tanish bilishmi yo bir yaxshi munosabat tufayli men shu lavozimga amalga erishdim, demak meni aqlim oshib qoldi. Yo'q. Unaqa fikrga borish kerak emas. U mas'uliyat, qaytaga mas'uliyat oshdi. Endi bu umum insoniy menimcha, bu nafaqat bizda. Shu o'z kasbiga yuzaki qaragan bir bilmadim. Bu savolimga qaysidir ma'noda javob oldim. O'zi umuman olganda bugun biz, siz, hammamiz, ko'pchilik nimani idrok qila olmayapmiz. Men ko'p narsani idrok qila olmayman, ochiq. Masalan, yolg'onchilikni, maddohlikni men qabul qilmayman. Mayli, birovga yoqmasin bu narsa. Men ko'rdim-da. Ko'rinib turibdi shunaqa maddohlik. Kerak emas. Menga shaxsan kerak emas. Lekin buni tashqaridan qarasangiz, odamni ensasi qotib, ko'nglim ozib ketdi, ochiq gap. Ko'nglim ozib ketadi. Zulfiqor aka, nima deb o'ylaysiz? Ular nima uchun bor? Amal uchun. Amal. Menga bir narsa nafs uchun, a? Yo'q. Menga shu boshliqda nazariga tushdim, balki bir narsa ilinib qolar. O'sha nafsi. Nafs. Va lagan bordorlik. Unaqa odamlarni ko'plarini aniq bilaman, lekin o'zim uchun qandaydir bir nima deydi? Rus tilida nima deyiladi? O'z uchun bir fikr yasadimda, u odamga ishonib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Men battarlarni ham ko'ryapman. Kecha bitta boshliqni osmonlarga ko'tarib, bugun u boshliq ketgandan keyin bu boshliqni osmonga ko'tarib. Kerak emas. U odamga ishonch yo'q.
U odam bilan men razvedkaga bormasdim. U xiyonatchi. Ha? U sizni ham sotadi. Ha? U sizni ham sotadi deyman, siz yaqin Albatta. bo'lsangiz. Men uzoqroq yuraman, Qozondan uzoqroq yuraman. O'zi bugun atrofingizda qanday odamlar bor sizni? Xudoga shukr, yaxshi odamlar ko'proq. Sizni Juda ko'p. tushunadigan odamlar bormi? Juda ko'p. Sizni borligingizcha qabul qila oladigan. Ha, meni guruhim tushunmaydigan bo'lsa o'zlari ketib qoladi. Hech. O'zi o'zbek filmda mana men 40 yildan beri ishlab kelyapman. O'zbek filmda kino san'atini fidoyilari ishlaydi. Ularga pul uchun erta puli ancha kam. Shu kino Uchun, ijod olami uchun. ular uchun boshqa joyda ishlay olmasligi uchun va ular hech qayerda gohida ketishadi. Yana aylanib yana o'sha suratga olish guruhiga qaytib kelishadi. Ikkinchi rejissyorlar, assistentlar, operatorlar qaytib kelishadi. To'g'ri, ular tirikchiligi bo'lish kerak, bola chaqalar kutib o'tiribdi. Xo'p. Lekin o'sha kino olami astoydil, samimiy. Ular kino olamiga mansab yo pul qilish uchun kelmagan. Yo'q. Men o'shalarni hurmat qilaman va meni guruhimda o'sha kinoni fidoyilari ishlaydi. Zulfiqor aka, kinolaringiz ham o'zingizga o'xshaydida. Kosa tagida nim kosada nima deydi? Shirin so'z orqali chaqib olishadi. Har bitta hazilda orqasida bir haqiqat yotadi-da. Buning siri nimada? Go'yoki yo'q, hazil ham bor, yig'i ham bor, tragediya ham bor, hammasi bor-da. Go'yoki butun harflarni bitta so'zda jamlagandayda. Hamma narsani ko'rsa bo'ladi. Sizni kinoyingizni ko'rgan odam ham yig'laydi, ham kuladi, ham ma'naviy oziqa oladi, ham dam oladi va yana qayta ko'rgisi keladi. Ba'zilar ko'rgisi kelmaydi va nafratlanadi. Yo'q, masalan nimaga? Yo'q, men Shunaqa deyishganmi? ko'rdim. Ha, Ochiqdan ochiq internetda. masalan qaysi kinoni? Qaysi kino? Hamma kinosini mani qahramonlarim dovdir, qoqilib ketaveradi. Menga umuman yoqmaydi. O'zicha o'zbeklarni dovdir qilib ko'rsatgan. Yo'q, u borimiz shu-ku. U Yo'q. kerak emasmi u? Millionta odam, millionta fikr. Fikr, har xil Chunki fikr. kimdir aytgan, Ogenri aytgan. Ha, O'sha ishbilarmon odamlar filmi o'shani 3 ta hikoya asosida yozilgan. xo'p. Agar qaysi millat o'z ustidan yaxshi ma'noda kulishni bilsa, bu o'sha millatni ruhiy sog'lig'idan dalolat beradi degan. Ba'zi birlar bor, nima deydi? Men ko'raman ular. Hattoki hazillashga ham qo'rqadi-da, mana shunday haligi tank ichida o'tirganda bir ortiqcha so'zni o'zicha juda mag'rur. Bu o'zbeklarning ustidan kulish bo'ldi. Balkim o'zini ko'rgandir bu yerda. Endi millionta odam, millionta fikr. Men hammaga nima deydi, yoqaveradigan film tabiiyki qila olmayman. Hammaga yoqish ham shart emas-ku. Aytsa Yoqib ham bo'lmaydi-ku. bo'lmaydi. Hammaga yoqadigan odam eng xavfli odam deyshadi-ku. To'ppa-to'g'ri. Yoqish shart emas. Bir filmingizda aytgansizda, yo'q, Umidada aytgansiz. Yo'lbarsning xavfliligini bilish uchun uning og'ziga qo'lni tiqish shart emas-da. Rejissyorning yo'lbarsi kim yoki nima? Rejissyor uchun kim xavfli? Nima xavfli? Tushundim. Munofiq odamlar, baxil odamlar, agressiv odamlar, har xil haligi kurayda turmaydigan gaplar bilan, yolg'on gaplar bilan o'shalar rejissyorni kasbini, filmini men agar guvohim bo'lmaganimda aytmasdim. Mana masalan men o'zim guvohi bo'lib oxirida men chidolmasdan qaytib urushib ketganman. Meni do'stim, hamkasbim Jahongir Qosimovda Ibrat filmini o'z vaqtida 16 marta komissiyadan o'tkazishgan. Har xil bahonalar. Men keyin turib aytganman, sizlar nima vazifa qo'ydinglarmi, gumdon qilish. Bu yerda shaxsiy xusumat. Shaxsiy xusumat. Men boshliqman u. Kim g'olib bo'ldi? Baribir ijodkor g'olib bo'lgan. Agar u haq bo'lsa g'olib bo'ladi. Ha.
Chunki meni bironta filmim, bironta ssenariyim janglarsiz o'tmagan. Nima deydi? Keyin vaqt ko'rsatdi hamma narsani. Ular janjal qilib urushib qolaverdi. Oyijonda ham shu narsa bo'lgan. Qo'rg'oshinda ham shu narsa bo'lgan. Berlin Oqqo'rg'onda ham bo'lgan. Juda ko'p filmlar. Albatta, Hozir biz rejissyorlik loyihasini topshirdik. Hali noma'lum badiiy kengashda nima bo'ladi. ana bo'lmasa. Janglarsiz Yo'q, mudofaa qilishga to'g'ri keladi. Nima qilamiz? Shuncha butun guruh 9 ta odam hozir ishladik, operator, rassom. Hozircha Xudoga shukr, kostyumasi hozircha normal ketyapti ish bo'yicha. Janglarsiz o'tmaydi dedingizda, jangchini lekin qo'lida quroli bo'lishi kerak-da. Rejissyorning quroli nima? So'z. So'z. Ha. Aql va so'z. So'z. Argument deyiladi. Lekin zinhor o'sha sizga qarshi chiqqan odamni zinhor haqorat yoki shaxsiyatga o'tish kerak emas. Siz demak aytishingiz kerak bo'lgan so'zni ayta olyapsiz, a? Men aytadigan so'z biron marta meni ularda haqorat qilmagan. Meni haqorat qilishgan, to'g'ri. Sizga jimlik qachon kerak o'zi? Jimlik? Jimlik kerakmi? Sukunatmi? Sukunat kerakmi? Ijodkorning eng yaxshi do'stlari Sukunat. vaqt bilan sukunat. Sukunat sizga ko'pincha nima deydi? Men uchun endi aniq gap sukunat, men 100 marta aytganman. Bu shu narigi xonadan nevaralarim piqirlab xurrak otib yotsa, ayolim televizordan serialni ko'rib o'tirsa-da, men yonida o'zimning mana shunga o'xshagan kreslam bor. Notebookimda ssenariy yozaman. Mana shu men uchun ham dam olish, ham mehnat, ham rohat. Men ochiq gap, ko'plar aytadi, trudogolikmisan deydi. Dam olishni yomon ko'raman. Tog'larga borishda, kurortlarga Yo'q. olib boraman, 15 minut chidab qaytib kelaman shaharga. Nima deydi? Dam olaverib, sayohat qilaverib, balkim charchaganman. Bu ko'rmagan mamlakatim qolmadi-yu. Ha, shu sabab. Antarktidamdan faqat Avstraliya, Antarktida, Afrikada bo'lmadi. Yo'lda ko'p bo'lgansiz, a? Sayohatda ko'p bo'lgansiz. Ha, o'sha festivallarda ko'p bo'ldi. O'zi hammamiz bu hayot yo'llaridagi yo'lovchimizda. Ha? Hayot yo'llaridagi Ha. yo'lovchimiz. Hammamiz aslida yo'ldamiz. Menga unaqa haligi Ha. nima deydi? Juda mushkul, juda ancha men javob bera olmaydigan savollaringiz bermang, chunki men oddiy gaplashishga o'rganganman. Hozir men savolingizni tushunmadim, ochiq gap. Nima qilay endi? Yo'q, yo'lda yuramiz har doim manzilimizni topish uchun. Aytyapman, siz bergan falsafiy savollaringizga men javob bera olmayman. Bo'ldi, tushundim sizni. Tushundim. Hech chorasizlikka tushgan paytingiz bo'lganmi rejissyor sifatida? Odam sifatida tushgan. Qanday vaziyatga tushgansiz? Qanday chiqqansiz? Yaqinlarim kasal bo'lsa, judolikka uchraganimda, mana shu aktyorlarim berib qo'ygan, do'stlarim berib qo'yganda. Mana bu yil men uchun juda og'ir bo'ldi, chunki men ikkita do'stimdan ayrildim. 1-yanvar kuni o'sha Berlin Oqqo'rg'on filmida serjant rol o'ynagan men juda qadrdon do'stim Volodya Stodinikin aktyor edi. Lekin u aktyorlik hech qanaqa da'vogarligi yo'q edi. U bir garajda boshlig'i edi. Lekin yuzi to'g'ri kelardi, shu tomirlari yorilib ketib 2 soatda o'lgan. Voy. Men uchun bu juda katta. Keyin meni doimiy ovoz operatorim koreys Slavik Shin, shu Abdullajonda o'ynagan ham, yaponlarda o'ynagan. Meni juda katta do'stim edi. Juda katta yo'qotish bo'ldi. Operatoriz. O'sha aytadi-yu, birov kasal bo'lsa men ular bilan birga ulardan ko'p kasal bo'laman. Yaqinlarim kasal bo'lsa. Ha, ko'proq his qilasiz. Endi usiz bo'lmaydi endi. Tabiatingiz shunaqa sizni. Yo'q, endi keyin o'zimni qo'limga olib choralarni endi yig'lab o'tirmayman, men ayol kishi emasman, yo vahimaga tushib kerakmi? Doktorlar chaqiramiz, iloji boricha o'sha davosini topish, yaxshi doktorlarni chaqirib o'sha narsani
davolashga harakat qilamiz. Shu. Bugun sizga nima kerak? Menga tinchlik kerak, Aha. sog'lik kerak. Bola chaqalarim, nevaralarim sog'ligi kerak, uyimiz but bo'lsin, buzilmasin. Hozir qaramagan uylarni buzib tashlayapti-yu. So'ramay netmay. Mani uyim yaxshi. Uchastkada Devorlar- turasiz? yo'q. Hovlida turasiz? Domda. Domda turaman, 2 etajli 59-yilda qurilgan uylarda Ha. devorlarim unday. Eski dom. Ha. Nima deydi u domni? Patologlari- Nikolayskiy dom deydimi? Nima deydi? Patologlari katta, yaxshi. Yonida ana, ko'ryapsiz-ku mana o'tgan kunimi yangi uylarda kran tushib ketdi. Avazoxin hattoki aytib berdi haligisiga aytibdi-da, bor 3-etajga chiqqanda meni eshitasanmi yo'qmi deb. U 3-etajga chiqibdi-da, eshityapsanmi desa, nafaqat eshityapman, ko'ryapman. Ko'ryapman. Rost gapda, nima bu? Keyin bilmadim. Lekin odamlar norozi, bu fakt. O'zingizni qachon kuchsiz his qilganmisiz? Hech qandaydir vaziyatda? Aytyapman, o'sha Yaqinlaringiz yo'qotgan. sog'liq, da, o'zim kasal bo'lganda. Hammamiz Konchalovskiy aytgan ekan, Andrey Konchalovskiy, Nikita Mixalkovning akasi. Xo'p. Asosiy haqiqat ko'z oldingda seni operatsiya olib ketayotganda hayotning mazmuni, maqsadi, umuman hayotingning bir nima deydi, nuqtasi, eng oxirgi haqiqat o'shanda ochiladi. Ungacha biz haqiqatni ko'rmaymiz. Haqiqat o'zi 100% ko'rmaymiz-da. Ha. Men 2 marta yuragim operatsiya bo'lganda ham olib ketyapti meni operatsioniga. Voy, mana. Butun hayotingizni o'tib ketar ekan. Ko'z oldingizda. Shukr. Alloh umr berdi. Yurak bilan o'ynashib bo'lmaydi. Sizni yaxshi ko'ramiz. Borligingiz uchun rahmat. Sizdan faqat yaxshi kinolar kutamiz. Inshaalloh. Yaxshi ko'rganimiz uchun sizni yana bir bora chaqirdik. 8,5 yil deganda bizda tezkor savollar bor, imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga Men harakat iloji qilasiz. boricha javob beraman. Mayli. Nimani o'rganyapsiz? Butun umr faqat o'zim kasbim, har kun. O'zingizni qanchalik o'rgandingiz? Qo'ying, menga unaqa o'zim haqida gapiraverib odam nokamtarlik bo'ladi. Qo'ying. Bugun nimaga majbursiz? Majburman? Hech narsaga. Xudoga shukr. Majburiyatingiz yo'q. Yo'q. Takror o'qiydigan kitobingiz. Unaqa kitoblar ko'p. Ko'p, ha? Ko'p. Urush va tinchlikdan boshlab meni sevimli kitoblarimdan Chingiz Aytmatovni hamma kitoblari. Rus tilida o'qiysiz, ha? Rus tilida o'qiyman. Rus tilida. Juda ko'p. Takror ko'radigan filmingiz. Ular ham ko'p. 30 ga yaqin. Dunyo Eng asosiysini ayta olasizmi? Bittasini ayta olmayman. Yo'q, ha? Bittasini. Hammasi sevimli, ha? Sevimli emas, men uchun kasb nuqtai nazaridan notebookda to'xtatib, bu kadr o'rganaman. Ha. Bugun kim qo'rqoq? Qo'rqoq? Ha, kim qo'rqoq? Bilmadim. O'sha maddohlar qo'rqoq. Chunki biladiki, ertaga u ishdan olinsa, kimga men yana maddohlik qilaman deb o'tiraveradi. Hayot o'tib ketayotganini bilmay qoladi. Ha, bugun kim o'g'ri? O'g'ri? Yana o'sha o'g'ri maddohlarmi? Maddohlar, poraxo'rlar ana har kuni ko'ryapsiz-ku. Kattagi lavozimdagi odamlar qancha pul bilan, pora bilan qo'lga tushyapti. Hamma bilyapti-yu u narsani. Hozir yashirib oladimi? Hech buni dollar bilan qo'lga tushyapti-yu. Endi u yog'ini men prokuror bo'lmasam, tergovchi bo'lmasam, sud hal qilar. Qonun bor-a? Agar bo'lsa, bor, lekin ko'pincha amalda bo'lsa. Amalda agar 100% ijro etiladigan bo'lsa, qonun borligiga ishonaman. Shu. Siz o'zingizga ko'pincha nima yaxshilik qilyapsiz? O'zimga? Ha, nima yaxshilik qildim deb o'ylaysiz? Bilmadim. Qanaqa qilib men o'zimga o'zim yaxshilik qilishim mumkin? Yo'q.
Olayotgan u haqda kilolaringiz o'ylamang. yaxshilik emasmi? Ha? Olayotgan kinolaringiz yaxshilik emasmi? Bu meni kasbim. Ha, kasb. Faqat kasb. Rahmat sizga javoblaringiz uchun. Xo'p. An'anaviy savollarimiz bor. Bor. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, Hmm. siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Osmon rangi. Ha, moviy. Ovi. Yana bitta rang? Yashil. Nima uchun? Mana shu o't Ha, rang. o't rang. Nima uchun? Hayot. Aha, tiriklik. Hayot, tiriklik. Ha? Mhm. A moviy rang? Osmon. Osmon. Tinch. Havo. Tinchlik. Shu. Rahmat. Shu o'rinda yana bir an'anaviy savolimiz. Ha. Bu hayot suratini, hayot manzarasini Ha. nimadadir aks ettirish kerak Ya, o bo'lsa. savolingizni oldin ham beruvsiz, qo'ying. Eslaysizmi? Ha. Nima yo'q. chizib beruvdingiz? Esimda yo'q-da. Yo'q. 8,5 yil o'tdi. Ya, Olmani chizib bergandingiz shunaqa chiroyli qilib. Men olib qo'yganman, lekin ulgurmadim-da olib kelishga. bilmadim. Bu savolingizga javobim yo'q. Vaqtingizga rozimisiz? Rahmat, ha? Kelganingizga Bo'lmasam rozimisiz? kelmasdim. Sizga rahmat. Sizga ham rahmat. Boringizga shukur. 70 yoshingizda ham suhbatlashish nasib qilsin. Inshaalloh. Nasib Inshaalloh. qilsin. Rahmat sizga. Xo'p. Osmon qo'limizda emas, qo'limiz osmonda. Umr azizlar, bizda buguncha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.